Seal Leon ham bor. Wulingda mana bunaqa elektromobili bor va BYD C-Line ya, bu ham 05 faqat. Hozir mana shu Changanda ofitsialniy Deepal mashinalar sotiladi. Dongfengdan Nami 06lar, Nami ikkinchi pozitsiyalari qolgan. Ayolus L7lar ham mavjud. Deepal S07lar, bu ham S07 faqatgina 26 model hisoblanadi. G318imiz Voya Free Chiyuan, ya'ni Nevo A07 qora rangidan ham bor. Ko'rishimiz mumkin. Deepal S07 26 modelining oq rangidan L7dan boshladik. Chang'an Nevo A07. Xuddi shuni 525 taligi. Bunimiz gibridi 230 kilometrligi. L8, L7larda bildik hozir. Endi bu L8 ekan. Bu ham elektr mashinami? Ipay 008da 26 modeli ekan. Mana bu. Hop, buni tushirsalar ham bo'lardi. Parogga uncha katta pul ketmaydi-yu. Shuni bermasalar buni haq sota olmaysizlar lekin. To'g'ri. Aytib qo'yay deb. GAK S7 bu. GAKdan turibchi. Leopard 7. Bunimiz hozirgi ko'rsatgan S7'mizni S9 akasi bu. Akasi ekan-a? Kattaroqmi bu? Leopard arzonroq ekanda. Leopard arzonroq. Ana Kamyob bo'lgan mashinalardan. Vayda. Akalar, bu mashinani olinglar. Denza N8 bu. N8mi bu? Ama zikr nima edi bu? 9X. Bularimiz Toyota Vizi X3 aka. Mendan kelishatmas, kelgan odamlarga 27,5 ga. Bo'ldi, kelgan odamlarga 27 qilib beramiz inshaalloh. Bo'ldi. Endi mana bu yonimizda Vizi 5. Vau, men yaxshi ko'rganim shuda. Lekin bori bu narxga bunaqa mashina olish vobshe zo'r. Voya Free'ni eng arzoni shular sotyapti ekan. Deepal S07imiz 26 modelini mana qoralari ham bor ekan. Bu tomonda ham bir qancha mashinalarimiz bor ekan. Dongfeng Ipay 008 kelishtirib beramiz, 3 yil garantiyasi bor. Deyapsizlar, sababini ayting, qimmat. Qolgan joylar, ya'ni ofitsialniyni arzonroq olmoqchi bo'lganlar sizlarga kelsin. Bizga kelsa bo'ladi. Mana buni RAV4 deb o'ylaganman. Bu Toyota Corolla Cross. Qarshimizda mana bu ZG''larni taxlab tashashibdi, lekin boru sizlarda agar mashinalar bo'lsa, albatta aloqaga chiqinglar, qo'yib beraman. Hech qanaqangi maqsadimiz pul ishlash emas. Faqatgina xalqimizga xizmat qilish. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun Index bozorda turibmiz. Elektromobil mashinalarini obzor qilishda, ularning narxlarini va qanaqangi mashinalar mavjudligini ko'rib chiqishda davom etamiz. Agar sizlar o'tgan safargi videoni ko'rmagan bo'lsanglar, albatta o'tgan safargi videoni ko'rib qo'yinglar, chunki o'tgan safar ko'rsatgan mashinalarni bu videoda ko'rsatmayman. Ya'ni u video alohida, bu video alohida bo'ladi. Chunki elektromobillar juda ko'pligidan o'tgan safar hamma elektromobillarni hamma narxlarini ko'rib chiqishga ulgurmagan edik. Albatta o'tgan safargi videoni mana bu link bilan o'tib ko'rib qo'yinglar. Qani yuringlar, hozir biz o'tgan safar ko'rmagan mashinalarimizni narxlarini va ular qanaqangi mashinalar borligini birgalashib ko'rib chiqamiz. Xohlasa biz bu safar endi Index bozoriga kirib kelgandan keyin ko'rishinglar mumkin, bitta ko'rinmayapti. U tomonda kirish, Sergeli tomondan, yarmarka tomondan. U tomondan kirib to'g'ri kesalaring, o'sha mashina bozorlar mana Lip Motorda tugaydi, bu yog'iga o'zi yo'q. Bu tomonda esa Chang'an Wulinglarda tugaydi mana. Hozir mana shu Chang'anda ofitsialniy Deepal mashinalar sotiladi. Wulingda esa mana har xil mashinalar sotishadi. Asosan Wulingda mashinalari, BYD'lar ham bor. To'g'risi Wulingga kirib qanaqa mashinalaring bor narxlar bilan tanishtirasizlarmi desam mumkin emas deydi. Bo'ldi, mayli. Uzoqdan aytib o'tib ketaman. Har xil mashinalar bor. Kelib bemalol o'zlaring ko'rishinglar mumkin. Biz endi haqiqiy ko'cha bozoriga o'tamiz, ya'ni ofitsialniy avtosalonlardan. Bularda mana bu adashmasam Wulinglarda BYD Seal Leon ham bor. Wulingda mana bunaqa elektromobili bor va BYD Seal bu nima edi? Esimdan chiqib qoldi. Hayshi deyiladi. C-Line ya, bu ham 05 faqat. Xo'p, davom etamiz. Keyingi mashinalarimiz bu BYD emas, balkim Dongfengdan Nami 06lar. Hop, Dongfeng akalarimiz kelishmabdi. Dongfeng bu ofitsialniy sotishyapti bu yerda. Ko'rishinglar mumkin, ro'parama Dongfeng qo'yib qo'yishgan. Apex Pizzani ro'parasida mana ko'rishinglar mumkin. Hop, birinchi, ikkinchi pozitsiyalarni olib kelishgan, birinchi pozitsiyalarni ponni sotib bo'lishgan ekan. Hozir faqatgina mana Nami ikkinchi pozitsiyalari qolgan. Ikkinchi pozitsiyalarini o'tgan safar narxini so'raganimda 20,400 dan berib yuboraman deyishgan edi. Balkim undan arzonroq ham berishsa kerak. Ko'rishinglar mumkin, kumush rangi, молочный rangi, barchasi ikkinchi pozitsiyalar qolgan. Hop, mana bu yerda ham mana ko'rishinglar mumkin. Bularda nafaqatgina Nami 06, balkim hop Dongfeng Function deydi. Ayolus L7lar ham mavjud. Bularda narxini hozir kelishmaganligi uchun bilolmadim. Boshqalarda bo'lsa narxlarini aytib o'tib ketaman.
Keyingi mashinalarimiz bu yana Deepal S07lar. Deepal S07larni o'tgan safar ham narxini aytib o'tgan edim. Ushbu mashinalar 25 model hisoblanadi, 19 diskali, ya'ni hech qanaqangi ortiqcha qilinmagan. Shundaycha zavoddan chiqqan 215 maxlar hisoblanadi. Bu mashinalarda 26800 dan berib yuborishyapti. Bemalol kelaverasizlar, shu Nami Box yoniga kelsalaring. Xo'p, o'zim ham chetda bo'laman, mabodoga topib beraman buni egasini. Xo'p, undan keyingi mashinamiz mana bu 26 modelli. Bu ham S07 faqatgina 26 model hisoblanadi. Buni mana oldidagi ko'rinishidan farqlavasanglar bo'ladi. O'zgacha qilib ishlangan. Bu haqida alohida video ham qilganman. Bemalol kanalimda S07 ning 26 modelini alohida ko'rib olishinglar mumkin. Ushbu mashinamizga 20 diska qo'shilgan va adashmasam shopir tomonga ham 0 gravitatsiya qo'shilgan fioletoviy oq kombinatsiyalik salonidan ushbu mashinani 30 ming atrofida sotishyapti. 30 ming deb narx belgilashgan. Xo'p, bu oq rangiligi uchun ozgina qimmatroq sotishyapti. Buni qora rangini arzonroq ham berishyapti. Xo'p, undan tashqari mana bu yerda G318imizni 24 modeli mavjud, lekin yili 25 full wheel, eng full pozitsiyasi ekan. 20 lik diskalari bilan bu shaharda yurishga moslangan, chiroyli qilib ishlangan. Ushbu mashina narxini 33800 deyishdi. Xo'p, undan tashqari hozir L7 ni ham narxini o'rganib sizlarga aytaman. Keyingi mashinalarimiz bu endi mana ko'rib turganinglardek Voya Free 25 model, 25-yil, oqidan ham bor ekan, mana mokrisidan ham bor, qorasidan ham bo'lish kerak. Xo'p, narxini 37,5 ming deyishyapti. Bularda salon ranglari qorasidan mana ko'rishingiz mumkin. Qoraga yashil kombinatsiyalangan rang hisoblanadi. Bularga ham xuddi shunday. Buni oq alkantarligi ham mavjud. 25 bo'lganligi uchun 37,500. Buni 24-yillari ham bor. Uni 36,500 dan sotishyapti. Keyingi mashinamiz bu Chiyuan, ya'ni Nevo A07. Bu mashinamiz birinchi pozitsiya hisoblanadi. Gibridligi 140 km. Zapas xodligi, head-up display bo'ladi ushbu mashinamizda. Diskasini ham ko'rishingiz mumkin qanaqaligini. Bespravda zararligi ham bo'ladi. Ushbu mashinani o'zi o'tgan yili kirib keldi. Bu yili 25, modeli ham 25. Ushbu mashinani 24 ming narx berishyapti. Hop, bularda joylashgan joyi o'sha Wulingdan to'g'ri kelganligida o'sha ko'rishingiz mumkin. Hop, G318imizni, Deepalimizni yana xuddi o'sha 25 modeli. Faqatgina buni farqi bu toqqa yuradigan diska balon taqilgan. Bu balon $300 qimmat yuradi. Menimcha buni narxi 33800 deyishdi. Kecha so'ragan edim. Xo'p, 33800 ga ushbu mashinani ham sotishyapti. Diskasi boshqachaligi uchun. Xuddi shuni mana qora rangidan ham bor. Ko'rishimiz mumkin. Mana Deepal G318 da qorasida, ya'ni Moon Blue deydimi? Dark Moon Blue bo'ladi. Endi qoraga o'xshab turadi. O'sha toqqa yuradiganidan mana bu yoqda ham bitta turibdi. Deepal S07 ning 26 modelining oq rangidan. Saloni fioletoviga oq kombinatsiyalangan, mana ko'rishingiz mumkin. Bu ham ikkita sideniya 0 gravitatsiyalik diska qo'shilgan, lekin xolodilnigi yo'q. Narxini 30 ming deyishyapti. Xolodilnigidan ham bor. Xolodilnigining narxi 30,500 akalar. Xo'p, keyingi mashinamiz bu mana Chiyuandan Nevo A07 emas, A06. Bu 25-yildan yangi model chiqdi bu mashina, bilasizlar. Ushbu mashinaning narxini 29 ming deyishyapti. Kami ham bor ekan. O'zlaring kelib gaplashaverasizlar. Bu joyimiz CZ Motor hisoblanadi. Bemalol kelib shu yerda gaplashilaveradi. Qolgan mashinalarni ham tanishtirishda davom etaman. Mana endi qarshimizda turgan L7 va boshqa mashinalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, birodarlar, charchamasdan? Endi ukajon, o'zingiz tanishtirsangiz, mashina turi ko'payib ketgan, men narxlarni eslab qolganim yo'q. Shu L7 dan boshlasak. L7 dan boshladik. Xo'p, biz L7larimiz. Bunisi panorama lyukli, abagrev abduflari bor. Buning narxi 23 ming. Ozroq kelishtirib beramiz. Bu nechinchi pozitsiya bo'ladi bu? Eng fullida shunda. Eng fulli panorama anaqa abagrev abduflari bor. Necha yuz kilometr yuradi? 518 kilometr yuradi. 518. Bunisi qanaqa? Bunisi o'sha bez panorama, bez abagrev abduf. Buning narxi 21 ming. Bu ham 518. Bu ham 518. Xarakteristikasi bir xil. Bitta panorama Bitta panoramani shu farq qiladi. Panorama bilan farq qilganligi uchun bu 23 ming, bu 21 ming. 21 ming. Ha, 2 ming farqi bormi? 2 ming farq. Yana bu cruise control 160 kameralarda farq qilmaydimi? Yo'q, hamma narsasi bir xil. Bo'ldi, keyingisiga.
Mana bu mashinamiz endi nima edi buning oti? Changan Nevo A07. Hop. Buni narxi 27 ming dollar. Eng full pozitsiyasi bu. Elektrmi bu? Elektrda yuradi polniy. Ikkita sidenada massaji bor, abagrev abdufi bor. Keyin 3 xil atirlari bor bu mashinada. Nima edi mana buning oti? Head-uplari bor. Head-up displeyi bor. Bo'ldi, ichi ham oq rang ekan, ha? 710 yili, Yili 2024 bo'ladi yili. yili 24, modeli ham 24 ligiga ham ozgina kelishtirib beramiz. Bo'ldi. Bunisi Bunisi xuddi shuni 525 taligi. elektr ekan. Elektr. Bunda head-up bo'lmaydi xolos. Ha, qolgan narsalari Qolgan bir narsalar xil. Elektr oq rangidan. Saloni ham oq ekan, ha? Saloni ham bor. Hop, keyingisi fioletoviy rangimiz. Bunimiz gibridi 230 kilometrligi. Bunda ham bitta head-up yo'q, qolgan hamma narsasi full. 24 mi bu ham? 2024 hammasi 24 ne bo'ladi? Bo'ldi. Hop, keyingisi. Bu qarshimizdagi mashinamizni oti Dongfeng L8. iOS stiki bo'lsa Ha, kerak. iOS stiki. Function deyiladi. Function. Qo'ydi. L8, L7'larda bildi hozir. Aha. Endi bu L8 ekan. Bu ham L8. elektr mashinami bu ham? Bu parallelni gibrid bu. Ha. 1.5 turbina motori bor. 1.5 atmosferni emas, turbinami? Turbina. O, zo'r ekanda. Hop, keyingisi Lead 9 ga o'xshagan dizayni bor ekan, ozgina. Oldishi. Kattaligi BYD son chempionchi keladi. Ha, BYD Son Plus taqa. Salon rangi oranjiviy. Hop, Buning ham salonda 3 xil aromatizatorlari bor. Aromatizatorlari bor. Hop, buni oq rangi ham bor ekan. 31 ming aka. 31 ming. 31 ming. Buni oqi ham bor ekan, yana mana bu qorasi ham bor ekan. Bu dark moon bluemi yo'q, qora. Toza qora bu, dark moon emas. 31 ming. Akalar, kommentariyada qoldiringlar. Buni olgan yaxshimi, chempion olgan yaxshimi? Chempionning gibridi ham parallel hisoblanadi. Narxi necha pul? Avtosalonda kommentariyada qoldiringlar. Bu kattaligi chempioncha kelar ekan, chiroyli ekan, dizaynlari. Xo'sh, dizaynga o'xshashligi bor. Panorama lyuklimi yo faqat panoramami? Bu faqat panorama bo'ladi. Ha, lyuk bo'lmaydi. Ya'ni lyuk yoqtirmaydigan akalarimizga juda qulay ekan. Keyingi mashinamiz qarshimizda turgan. Bunimiz endi bu ham Chiwan 05. Nevo 05. Yangi chiqqan, ha, yangi chiqqan. Ha, Q05. Kattaligi qancha keladi? Yuan Plus kattaligi. Yuan Plus taqa, ha, Yuan Up'dan kattaroq, Yuan Plus taqa. Yuan Plus taqa. Yuan Plus narxlari 26-27 deb turgan joyda buni narxi necha pul? 24 ming qilib beramiz. 24 ming. Yuan Plusdan 2000 dollar arzonroq yoki C-Line 05 bor. Ha, C-Line 05 ga menimcha nima bo'lsa kerak? Raqobatchi bo'lsa kerak. Xo'p, 05 da nima farqlari bor? Xolodilnigi bormi? Xolodilnigi yo'q bunda. Ikkita massaji bor oldida. Anaqa nulovay rotatsiyasi bor yonidagi sideniyada. Keyin 505 kilometr zapas xodi bor. 505 kilometr zapas xodi bor. Ya'ni Yuan Plus bilan C-Line 06 ga C-Line 05 ga raqobatchi mashina hisoblanar ekan. Shunaqa. Lekin narxi 24 ming arzonroq ekan. Arzonroq. Chiroqlari metda yonar ekan. Buni boshqa rangi yo'qmi? Boshqa ranglari hozircha bizda yo'q. Keladi, martga kelib qoladi xudo xolisa. Bo'ldi. Oqlari qorasidan kelib qoladi. Xo'p bo'ladi. Mana bu mashinalar sizlarniki emasmi? Bu ham bizniki, 008. O, Dongfeng 008 ni Ipay 008 ni 26 modeli ekan. Mana bu yerda esa 25 modeli ekan. Bunisi ikki qatorlilar ekan. Ha, bular 2 qatorlik. Ha, bular 3 qatorlilar. Ha, 26 modelimiz 3 qatorlik, ya'ni 6 o'rindiqlik, 25 modelimiz 5 qator, 5 o'rindiqlik. Ikkalasi ham oranjiviy svet ekan. Narxlari necha pul? Narxlari buni 29500 narxi. Buni narxi 33 ming deyapmiz. Chunki paroylari bilan original zaryadkalar, garantiyalari bilan qilib beramiz. Ha, qolgan joylarda 32 ming, 300 ming, 32 ming, 500 ga ham sotishyapti. Bizda endi plus paroga bor. Parog hisobi. Garantiya qo'shib beryapsizlar. Boshqalarga qo'shib bersangiz. Agar bez parog bo'ladigan bo'lsa, biz ham ko'cha bilan bir xil qilib beramiz. Hop, buni tushirsalar ham bo'lardi. Parogga uncha katta pul ketmaydi-yu. Tushirib beramiz. Tushirib berasizlar, aniq tushirib berasizlar. Tushirib bermasalar ham buni haq sotolmaysizlar lekin. To'g'ri. Aytib qo'yay deyapman. Hop, mayli ukajon. Mana bu mashinalarni ham bitta tanishtirsangiz. Bitta hozir biz Ion i60 bor ekan. Hop, Leopard L7 bor ekan. S9'imiz bor ekan. Hop, Turumchida. M8'imiz bor ekan. Yana xo'sh, mashinalar ko'p ekan qisqasi. Qarang, bitta mashinalardan. Bitta boshidan boshlaymiz. Mana bu mashinamiz nima? GAK S7 bu. GAKdan turibchi. Ha, turibchi S7 bu. S7'miz. O'xti, aytib beravering mashina haqida, gapiravering. Narxlarni hammasini aytavering. Bu mashinamizdan parallelni gibrid hisoblanadi. 1.5 turbina motori mavjud. Ikkita elektromotor, umumiy hisobda 505 ta ot kuchi bor bu mashinada. 0 dan 100 gacha 5,5 sekundda chiqadi.
Dizaynlari ham Range Rover'ga o'xshab dizayn qilib qo'yishgan. Ancha chiroyli ekan. Narxini ayting, Narxi bo'ladigan narxi 43500. 43500. Xo'p. Turumchidan S7 buni M8 rosa mashhur bo'lganida bir paytlar Xitoyda, hozir ham mashhur. O'shani kattaligidagi mashina ekan. Faqat S7 ekan. Xo'p, yonimizda mana endi Bunimiz Leopard 7. Leopard 7 deyiladi. Vashchi bu eksportga ruxsat bermay zo'rg'a olib keltirdik. Olib kelib qo'ysalar, ikkitadan, ikkalasi ham bir xilmi? Bittasi oranjviy salon, bittasi qora salon ekan. Aytib bering, bu mashina haqida. Bu mashinamiz 1.5 turbina bunda ham. Bu ham parallelni gibrid hisoblanadi. Liderlari mavjud. Offroadga ham, shaharga ham yuraverasiz bu mashinada. Orqa old tortadi. Orqa old tortadi. Buni ham 0 dan 100 gacha 5,5 sekund. Xolodilnigi ham bor ekan. Xolodilnigi ham bor. 450 ta kuchi bor bunda. Nimalar ham kattagina ekan. Head-up displeylargacha bor ekan, ha? Head-uplargacha bor. Xo'p, Bunimiz hozirgi ko'rsatgan S7'mizni S9 akasi bu. Akasi ekan, ha? Kattaroqmi bu? Bu ancha kattaroq. Bu S7 necha o'rindiqligida? S7'miz 5 o'rindiqli. Bunimiz 6 o'rindiqli. Ketdik. Uch qator. Bu mashinani. Bunimizda ham 1.5 turbina, S7 bilan bir xil xarakteristikasi. Buni kattaligini hisobiga 6,5 sekundda 0 dan 100 gacha chiqadi bu. Bespravodni ikkitadan bespravodni zaradlilari bor ekan. Parollargacha bormi? Parollargacha bor. Kapitanskiy sideniyali. Lagan diskali. Lagan diskali. Ashi chiroyli. Narxini ayting, narxini. Narxini 56,000 ozroq o'tib beramiz. Leopard nech pul dedingiz? Leopardni 50,000. Uni ham ozroq o'tib beramiz, xudo xohlasa. Leopard 50,000 ozroq o'tib berasizlar, bu 56,000 ozroq o'tib berasizlar. Tavba. Leopard arzonroq ekanda. Leopard arzonroq. Ana bu 40,000 edi, bu 56,000, bu Leopard. Mana bu qarshimizdagi mashinamiz bu qaysi? Kamyob bo'lgan mashinalardan. LS9 ekan. Bu uni Nissan L9 ga raqobatchi shekilli bu mashinamiz. Ha, Nissan L9. Aytib bering bu mashina. Bu mashinamiz eng full komplektatsiyada ultra hisoblanadi. 66 kilovatli batareykasi mavjud. 405 kilometr tokki o'zida zapas qilib bergan zavod. Buni ham Hibridlik, ha, gibrid. Последовательный gibrid. Ha. Orqa balonlari ham buriladi. Shunaqami Mercedes bo'lib ketibdi Ha, mashina? Mercedes qorishi. Tepada liderlari, anaqa chiroqlari bor. Bu Nissandan qimmatroqdir bu mashina bo'lmasa. Ya Nissan arzon bu. Ham ketma-ket, ham zapas hodi 400 dan oshiq. Aha. Yana orqa balonlar Mercedes bo'lib buriladi. Bu nimaga arzon? Urilgan, qirilgan. Yo'q, yangi mashina. Yangi mashina, Nissandan arzon. Nissandan arzon. 6 o'rindiqli. 6 o'rindiqli. Voyda, olish oddiy odamlar yuribdi-da Nissan olib, buni Ha, olmasa. yurishibdi-da, adashib. Nechmi? Bunimiz narxi 57,000 CIP bo'ladi. Rassamashkasi plus-minus 10,000 dollar chiqadi. 67,000. Ha, 67,000 ga O'zi boradi. Nissanlar ham 69,000 eng arzoni. Eng arzoni ko'rgan 69,000. 69 da arzoni. Voyda. Akalar, bu mashinani olinglar. O'zinchi eng haligi nima edi? Premium klass mashina hisoblanadi. Albatta. Immotorsniki. Mayli, ko'rdik. Mana buni-chi. Bunimiz endi Denza N8 bu. N8mi bu? N9 ukasi bu endi. Voy, kattaligi kichikroqmi? Kattaligi razmerlari bo'yicha N9 dan ozgina, o'sha eniga, bo'yiga 10 sm, 5 sm farq qiladi, lekin xarakteristikasi почти bir xil. Qulayliklari, buni ham orqa balonlari buriladi, tankoviy razvorotlari mavjud. N9 ga o'xshagan. N9 ga o'xshagan albatta. Voyda, buni narxi nech pul bo'lmasa? Bunimiz narxi 71,000 dollar bo'ladi. Jinli qimmatroq ekan-ku Nissandan, bu. Plus tarafi bor-da aka keyin. Nima? Ko'chada 69,000, 70,000 ga sotishyapti. Ularda Paroga yo'q bo'ladi. Keyin kuzov polni brendli plyonka qilib kelingan Xitoyning o'zida. Shunaqa. Как klientga bonus sifatida bo'ladi. Ha, tushundim. Demak, Baribir bu parallellik gibridligi uchun sal qimmatroq, rastamashkasi qimmat. Shunaqa bo'ladi. Agar SIP Tashkent hisoblanadigan bo'lsa, asli bu qimmat, Aha. bu arzonroq. Shunaqa. Lekin rastamashina hisobiga bu qimmatroq bo'lyapti, bu arzonroq bo'lyapti. Shunaqa. Chunki bu pastlik gibrid, gibrid. Bu esa o'sha BYD-ning parallellik gibridlaridan. Qoyil. Tanlov o'zlariniki akalar. Endi keyingi mashinamiz Zikr, nima edi bu? 9X. Qaysi biridan aytib bering. Bunimiz eng full pozitsiya hyper diskalarda ultra pozitsiyasi hisoblanadi. 70 kilovatligi.
bitta ekranlik ekan. Bitta ekranlik, ha. Orqa sidinalar ham aylanadigan. Aylanadigan, faqat shu ekranga kelganda dopopsa qo'shmagan ekan. Shunaqa bo'lgan. Qolgan joylari qo'shilgan. Hop, buni nech pul deyapsizlar? Bunimiz narxi 88 ming sip tashkent. Rasmojkasi 26 plus chiqadi. Nech pul bo'ladi qo'lga tegishi? Qo'lga tegishi 110 larga qo'lga. 110 larga qo'lga tegadi. Bo'ldi. Bu ham xuddi shundanmi? Bu ham mashina shu matviy plyonka qilingani bu. Ha, matviy plyonka qilingan. O'zi ichi qanaqa rangda bo'lgan? Qora glyansiy bo'ladi. Ha, qora glyansiy, ustiga matviy plyonka yopishtirilgan. Buni ham narxi o'sha Narxi bir xil. bir xil. Yoki bittasi bronda, bittasi qora mat. Qora mat. Mana bular sizlarniki yo bu Toyotachilarniki? Bu Toyotachilarniki. Bularning narxini bilamiz, aytib ketaveramiz. Toyotani pozitsiyalari ham bor-da. Pozitsiyasi juda ko'p. Ha, bo'lmasam Toyotachilardan so'raymiz, bo'lmasam. Ukajon, mabodo nomeringizni tashlab ketasizmi? Nomerimiz 93lik 317 35 71. Bunda akalar, agar qiziqsalaring, bemalol mana shu ukamizga ham aloqaga chiqaverasizlar yoki o'zlaring kesalaringni mana shu Wuling tomonidan kesalaring, mana shu Sizi motorga qiladilar. Sog' bo'linglar. Endi qolgan mashinalarni ham tanishtirishda davom etamiz. Toyotaga kelganimizda mana bu ukamiz Toyota'da Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Ismim Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf ukamiz hozir Toyota'ni qanaqa mashinalari bor, nimalari bor, narxlarini tanishtirib beradilar. Shundaymi? Shunday. Bo'ldi. Boshladik bo'lmasa. Xo'p, qayerdan boshlaymiz? Bir chekkadan kelaveramiz. Modeli bir xil. Xo'p. Bularimiz Toyota Yeezy X3 aka. Hop, 3x emasmi? 3x. 3x. Avtomobilimiz elektrikka to'liq. Necha kilometr yuradi? 520 km to'liq zaryad bilan yuradi. Oldi privet tortadi. Panoramasi bor, panoramasi shtorkali aka. Cruise control bor, Face ID bor, ikki oldi sidinada sidina pamit bor. Ya'ni eshik ochilganda sidina o'zi bemalol holatga keladi. Orqa bagajliklarimiz elektronika. 5 ключевой достуp bor aka, 360 gradus bor. Orqa sidina oq, qora, oqga oranjiy, qoraga oranjiy, qoraga qora, oqga qora ranglari sotuvda tayyor. Yili 2025-yil. Buni ko'pchilik batareyasi qanaqa deb so'raydi-da. Buni batareyasi BYDga o'xshab jilozo fosfat qilingan. Shunaqa, shuni ma'lumotni ham juda ko'pchilik so'rab, yili 2025-yil yangi masla mashinalar. Narxiga kelaylik, narxiga. Ha, narxi o'zi 28 ming shunaqa atrofda sotyapmiz. Sizdan kelsak 27,5 ga beramiz. O'zi 27 shunaqa sotilyapti eng oxirgi. Sizdan kelsa 27,5 ga qilib beramiz akajon. Yo'q, mendan kelishadi emas. Kelgan odamlarga 27,5 ga. Bo'ldi, kelgan odamlarga 27 qilib beramiz inshaalloh. Bo'ldi. Xo'p, bo'ldi. Biznikida qaysi hissasi bu endi 27800 ga? Bu 520 kilometrlikka 520 kilometr. Buni 5 panoramichligi bor. 26,5 mingdan sotdik, undan tugab qoldi. Keyin buni 610 kilometrligi bor. U ham tugab qoldi. Uni 29,5 ming oxirini berib oldik. 610 kilometrlik bilan. Faqatgina 500 qancha? 520 kilometrlik panoramalik qoldi. Panorama shturga 5 panoramalik arzonroq bo'lgan ekan, Ha. 610 lik qimmatroq bo'lgan. 610 lik qimmatroq bo'lgan. Bo'ldi. Kilometr hisobiga. Endi mana bu yonimizda Bizi 5. Vau, men yaxshi ko'rganim shuda. 21 diskalarda balon razmerlari 360 gradus bor. Bu sportivniy. Qoraga oq salon ekan. Qoraga oq, qoraga qora. Qora ham bormi? Ha. Bu tarafda oq, oqga qora ham bor. Oqga oq ham bor. Voy, hammasidan bor ekan. Hammasidan bor aka, sotuvda. Narxi 28500 dan buni ham qilib beramiz aka. 5 ключевой доступlar bor. To'liq zaryadda 550 km yuradi bu. Ko'proq yuradi. Sportivniy holat bo'lgani uchun 550 km masofani bosadi. 21 diskalar aka. 21 diskalarda. Buni ham shu batareyasi jilozo fosfat aka. Yaxshi batareyadan qo'yilgan. BYD bilan совместный qilingan batareyasi. Qora oqinyapti ko'rsatdi. Oqga qorasi. Yana qanaqa mashinalarimiz bor? Neolar bor. Ularda aytdim. Bular G98 depallar ham aytdingizmi? Depallarda ham aytdim, narxlarini bilganligim uchun. Depalni yana boshqatdan aytib bersangiz bo'laveradi. Men 30 ming dedim, to'g'ri aytibmanmi? Ha, bu ikkita massajligi aytdim shunday. 230 hali denligi yo'q dedim. Hali denligi yo'q faqatgina. Bo'ldi, shuni. Bir yil garantiya, hamma mashinalarimizda garantiyalari bor 1 yil. Bularda inglizchasi bor. Bu depalar lekin hali inglizchasi chiqmadi, chunki yangi-yu. Rusifikatsiyasi chiqmadi. 26 ming beradi bemalol, muammo yo'q uni. Kecha kuni o'zimiz bitta akaga xitoycha qilib turib eplab YouTube o'rnatib berdik. Qanaqa bunaqa qilib chiqarib oldik. Boshqalar qilgan o'sha, buni qilgan bo'lishi mumkin. Shaharda bor o'sha. Shaharda bo'lishi mumkin, lekin hali bizda o'zimizda hali yo'q. Hali rusifikatsiya ichida qilib beramayapmiz, chunki yo'q-da. Bo'ldi, ukajon, to'g'risini nomeringizni aytib qo'yasizmi? Nomerim 77lik 129 24 24. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Bo'ldi, sog' bo'ling. Hop, yana yangicha mashinalar tanishtirishda davom ettiramiz. Hozir men
davom ettirib kelganimda mana bu yerda bike ofitsialniysini, ya'ni Sunshine Motors'da bike bular asosan Beijing bilan Aiyonda mashinalarni sotishadi. Hozir ushbu mashinalarni chetda ishlaydigan bitta ukamiz bilan narxlarni o'rganib chiqamiz. Akalar videoga chiqishni xohlashmadi, ammo lekin men narxlarni o'zim o'rganib chiqdim, sizlarga hozir narxlarni aytib beraman. Xo'p, mana bu qarshimizda turgan ushbu mashina e'tibor bersalaring, bike tashqi ko'rinishidan shundaycha Jeep Wrangler'ni ko'rinishini olgan o'sha внедорожник mashinasi. Xo'p, buni bilasizlar, внедорожникda diska hisoblanmaydi, polniy hisoblanadi. Polniy hisoblanib, uni kattaligi hisoblanadi. 265 ga 65 R17 ekan. Demak, 17 ga mana bu nimasini ham ko'rsatilgan. Oti nima deydi? Shirokisi ko'rsatilgan. Endi buni hisobga olmaymiz. Hop, Wranglerga o'xshab ishlab chiqarilgan ko'rinishi ushbu mashinamizning mana bu arqa tom qismlari polniy olinar ekan. Olinganda ichida ramas chiqib turadi-yu Jeeplarda, xuddi shunaqangi tomi ochiq nima deydi, safarini mashinasiga aylanar ekan. BJ40 polniy benzinda внедорожник mashinamizni 36500 deb narx berishdi. 36000 deyishdi adashmasam. Keyingisiga o'tamiz. Mana bu bike'ni BJ60imiz. Bu gibrid mashina hisoblanadi. Hop, Toyota'miz последовательный gibrid bu akalar. Последовательный gibrid asosan elektrda yuradi ushbu mashinamiz, BJ60imiz. Hop, lisanga o'xshab zaryad qilib boradi. Bu mashinamizni bu ham внедорожник hisoblanadi. Toyota 300 qotil hisoblanadi. Tayini ham ko'rishingiz mumkin, rosa baland, chiqib kirib chiqadigan paroglari ham mavjud. 7 o'rindiqli bo'ladi, lisanga o'xshab 6 o'rindiqli emas. Salonlari polniy qulaylikka moslashtirilgan, hatto atamankalari ham bor. Umuman hamma narsasi bor. Ushbu mashinani 51000 narxda sotishyapti ekan. Kelib o'zlaringiz gaplashsalaring, balkim arzonroq ham qilib berishadi. Xo'p, keyingi mashinamiz Aiondan i60, ko'pchilik so'ragan i60 mashinani ham olib kelib qo'yishibdi. Ushbu mashinamizning kattaligi Aion V'dan ham kattaroq o'xshayapti. Aion V'ni bilasizlar, 26larga sotilgan mashina edi. Ushbu mashinamizni ikkita elektrligi va 4 ta gibridligi chiqqan. Bu gibridlik ikkinchi pozitsiyasi ekan. 24000 narx berishdi. Bunda faqatgina abagrev ruli bor. Abagrev ruli borligidan deyshti. Buni orqasiga bitta qarab qo'yinglar, salonni ichiga 135 gradusga yotar ekan. Ya'ni 90 gradusdan keyin yana 45 gradusga yotish xususiyati bor sideniyani. Xuddi Nevo A06larga o'xshab ishlashibdi. Vobshe zo'r dam olib ketishga, vobshe qulay mashina ishlashgan, aqlli ishlashgan. Bu bilasizlar, Toyota BZ3 ta kattaligicha keladi. BZ3X bilan bir xil. Deyarli bitta nimada ishlab chiqarilgan bo'lsa kerak, bitta bazada. Hatto BZ3X da ham xuddi shu 135 gradusli sideniya mavjud orqasida. Bunda ham xuddi shunaqa qilindi. Ya'ni BZ3X ga menimcha i60 ni nima deydi, naqa qilib ishlashgan. Hatto nima deydi, raqobatchi qilib. Xo'p, endi bundan tashqari salonda ichida BJ40imiz, bikeimiz, mana ko'rishingiz mumkin, kaltaroq. Nabarot bu rosa zo'r внедорожник yo'llariga qancha ikkita balon o'rtasidagi nima deydi, masofa balon bazalari kalta bo'lsa, shuncha yaxshi. Bundan ham balandligini ko'rishingiz mumkin. Vobshe baland, klirensi kirib chiqadigan paroglarigacha bor ekan. Faqat buni BJ60 dan farqi, bunda 5 o'rindiqli bo'ladi, ya'ni 7 o'rindiqli emas, chunki bu kaltaroq bagajda o'zi joylashgan. BJ60imizda xuddi shuni. Hop, buni 36500 dedilar, 36500 midi bu? Benzinligi 36000, bu 36500 ekan. E'tibor bersalaring, bike polni Jeepni kopiya qilish bilan ovora. Lekin borib bu narxga bunaqa mashina olish vobshe zo'r. Hop, bundan tashqari bularda Aion S Plus'lar olib kelib qo'yishibdi, mana. Aion S Plus'lar ham bor ekan, faqatgina bular 25 modeli ekan. O'sha 480 km yuradiganidan. Buni 21700 dan berib olishyapti ekan, balki bundan ham arzonroqqa berishsa kerak. Chunki qarshi tomondagi Aion o'sha 26 modellarning ikkinchi pozitsiyasini olib kelib qo'ygan. Ular o'sha bu ham 26 model ekan, mana ruldan bilsalaring bo'ladi. 26 modelning birinchi pozitsiyasi ekan bular. Ular ikkinchi pozitsiyasini 22200 ga beramiz deyishgan edi. Bular 21700 deyishyapti birinchi pozitsiyasini. Bu ham 26 model ekan, o'sha 505 km yuradiganidan. Rulidan farqisa bo'ladi. Nima deydi, shaybali RRNZ emas, rulning orqasida joylashgan. Xo'p, mana bu yerda menimcha minilgan bo'lsa kerak bu. Yo, yangimi bu? Yangi ekan.
Beijingda benzinligini olib kelib qo'yishdi, 18 ming dollarmi? Buni EU5 da elektrligi bo'lardi, buni benzinligini olib kelib qo'yishdi. O'zi arzon mashina Xitoyda bo'lsa 7-8 ming dollarlik mashina, ammo lekin rastamashkasini hisobiga bitta 18 mingga sotishyapti. Agar arzisi nima deb o'ylaysizlar? Bizning Cobalt ancha yaxshi. 18 mingga Monza beradi. Monzadan yaxshiroqmi yo'qmi kommentariyada qoldiringlar. Mana shu mashinalardan iborat ekan. S+'ni sal arzonroq qolsalar, birinchi pozitsiyasini olasizlar. Shu o'rtadagi nimasi bo'lmaydi, o'rtada katta ekrani bo'lmaydi. Eski 23 haqiqiy S+'larga o'xshab, ikkinchi pozitsiyasi 500-600 dollar qimmatroq, zato o'rtada ekrani bo'lar ekan. Sizlarga qiziq bo'lsa, o'zlaring kelib mana shu baykni Sunshine Motorsga kelib o'zlaring gaplashaverasizlar bemalol. Undan tashqari Sunshine Motorsimizda mana Voya Free'ni eng arzoni shular sotyapti ekan. 37300 dan beryapti ekan. Oqqa o'sha qora yashil kombinatsiyali Alcantar salonligini hamma yoqda 37500 sotib turganda, bular 25 ga 25 ni 37300 dan garantiyasi bilan, rusifikatsiyasi bilan sotyapmiz deydi. Ikkita oqidan bitta mokrisidan bor. Tugab qoldi, ulgurib qolinglar deydi. Deepal S0726 modelini mana qoralari ham bor ekan. Dark Moon Blue deymizmi? Qop-qorasi bo'lmaydi. Mana 20 lik diskasidan va 19 diskaligidan bor ekan. Ushbu mashinalarimiz fioletoviy oq kombinatsiyalangan salonligidan ekan. Hech qanaqangi top opsiyasi yo'q buning ichida. Ya'ni ikkala sideniyani 0 gravitatsiya bo'lmaydi, faqatgina o'ng qo'ldagi odamda bo'ladi va xarajinligi bo'lmaydigani 28200 dollar ekan. Va mana bunisida esa ikkala ham yo'q. Bunda diskasi 20 lik uchun buni 400 dollar qimmatroq ekan. 28600 dollarga sotishyapti ekan ushbu mashinalarimizni. Hop, bu tomonda ham bir qancha mashinalarimiz bor ekan. Mana bitta Mazda bor ekan, yana Wuling mashinasi bor ekan, Zikr bor ekan, Neja U bor, Nejani boshqasi bor ekan. Qisqasi bu mashinalarda ham tanishtirganim aytdi Hoji Akbar akaxonimiz bor ekanlar. Hammaga assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Shu tanishtirib bersangiz mashinalarni. Xo'p, keling, mana bu bizani hozir nomer radinimizdan boshlaymiz. Bu avtomobilimiz Mazda EZ60 qoradan. Oldingi videomizda agar ko'rgan bo'lsangiz, oq rasvetkasi bor edi, sotilib ketdi. Keyin yana bittasini olib keldik, mana qora rasvetkasidan 21 diskalar bilan salonlari oqqa fioletoviy rasvetkada ishlangan. Xo'p, bu avtomobilimizning narxini 35 ming deyapmiz. Kelishiladigan joyi bor. Notariuslikmi deyman, nomer taqdim. Notariuslik tayyor o'zi. Hop, Mazdani bildik. Yana nima mashinalarimiz bor? Xo'p, keyingi avtomobillarimiz chista elektr, mana bunaqa Wuling mashinamiz bor. Chista semeyniy. Narxini 25200 deganmiz, yana kelishtirib beramiz. Hamda bunaqa Zikr avtomobilimizdan ham bor. To'xtab turing, mana shuncha tanishaylik. Buni bu mashinamiz qanaqangi mashina? To'liq elektr dedingizmi? To'liq elektr, 7 o'rindiqlik. 7 o'rindiqlikmi? 7 o'rindiqlik. Bu MPV ekan, universal salonliklarda. Eshigi yonboshimda ketadigandanmi? Na, xuddi shunaqa. Ha, yonboshga ketiladigan. Minivan. Bu tomonda ham, bu tomonda ham bor. Hop, 7 o'rindiqlik, mana bu kapitanskiy bo'larkan. Bunda 7 o'rindiqlik, hozir ochib beraman buni. Bo'ldi. Keling, hozir ko'ramiz. Buni yana bitta ko'ramiz, keyin Zikrni ko'rib ketdik. Zikr nima ekan? Zikr 001 U pozitsiyasi, liderligi 2025. Qoraga qora saloni. The Sport, U Sport deganlari emasmi? U Sportda bu. Salon rangi, buni boshqacha. Salon qora rasvetkaligi. Nech pul buni narxi? Narxi 52 ming, yana kelishtirib beriladigan joyi bor. Baland. Keling, mana buni ko'ramiz. 52 ming. Ko'raylik, mana mashina qizil. O, bespravodnoy zararligimiz bor. Salonda o'tirganda 14 mi, o'rtadagisi 14 dyumlik ekan. Mana bu instrumental 10. Hop, Abduf Abagrev deganlari bormi? Yo'q, Abduf Abagrevlar yo'q. Elektronli sideniya, narigi tarafi mexanический bo'ladi. Также mana bu orqa kapitanskiy. 3-chi reyadda 3 ta odam bemalol o'tirib ketsa bo'ladi. Bu Wuling kompaniyasi arzon mashina chiqaradi. Asosan taksi uchun chiqargan shekilli. Shunaqa. Xitoyda taksilar asosan mana shunaqangi universalda taksi qiladi shaharlar oralari. Bizlarni 5 o'rindiqli qilsa, bular mana bu 7 o'rindiqlikda 6 ta odamni, ya'ni 5 ta odamni olib ketadi. Gazza qilib olib ketadi shaharlararo qatnashga. Shunaqa. Bu elektrmidi bu? Bu elektr. 530 km zapas xudligi. Nech pul dedingiz? Nima chiqib qoldi? 25200. 25200 bo'ldi. Hop, tushirib beradigan joylaring ham bormi? Olaman. Tushirib beradigan joyi bor. Hop, yana nima mashinalarimiz bor? Keyin ham bunaqa hozir Depal, Meta L, keyin Dongfenglarimiz bor. Yana ofitsialniy 3 yil garantiyali Dongfenglarimizdan olib kelib qo'yganmiz.
Bu Hop. qolgan joyda Bunimiz 26 215 dan sotishyapti. 215 Max'da. 26 700 dan qilib beramiz Siz bilan. arzonroq qilib berasizlar. Arzonroq qilib beramiz. Aytganim uchun. Qolganlar ular ham tushib olsa keyin. Kelishtirib 26 olib tushgancha. siz nomingizdan kelsa kelishtirib beramiz. Bunisichi? Keyin bunimiz Netta L. Bu 210 ni. Ishga Bunisi zo'r chiqqan, 5 o'rindiqligi. Aha. Oq salonligi 210 elektrda. Buni 310 ham bor. 3000 probegda yurgani. Fulli qoriga apelsin saloni. Panorama tom, bilsangiz o'sha xolodilnik, massaj, avtomakalari bo'ladi. Uni 24 deb turibmiz, 3000 probeg, yana kelishtirib beradigan joyi bo'ladi. Yili nechi yili? Yili 24 bilan. Yili 24. Buni narxi 24 mi yoki haligi 3000 deb probeglik? Bunikini 23,5 ming, nariginiki 24 ming. U 3000, u bundan ustunroqmi? Bundan ustunroq full pozitsiyasi. Full pozitsiyasi. Xolodilnigi yo'q. Bunisida yo'q, unisida xolodilnigi bor. U Hop. U xolodilnigi rangi salon qanaqa? Apelsin salon. Apelsin. Bu oq salon ekan. Bunisi oq salon. Bo'ldi. Hop, keyingi mashinamiz Dongfeng. Dongfeng Paynon 08 Ha, restylingi. buni. Xo'p, buni narxini 32700 dommiz kelishtirib beramiz, 3 yil garantiyasi bor. Deyapsizlar, sababini ayting, qimmat. Qolgan joylar 32200 deyapti-ku. Yo'q, bunda qarang, 3 yil garantiyasi bor, официальный, do'g'irlagan, ko'rsatiladigan. Ofitsialnisi bu. Ofitsialniy 3 yil garantiyasi. Ha, tushunarli. Garantiyasiga kuzovdan, hadovidan tashqari hamma narsasi kiradi. Elektronikasi, batareykami, reduktorimi, hamma narsasi kiradi. Ruskiy ham qilinadimi? Rusga ham qilib beramiz. Bo'ldi. Sizlar ofitsialnisini sotyapsizlar, o'sha qimmatroq, ha? Da. Ko'chadagilar arzon sotishga qaramasdan. Bo'ldi. Ofitsialniyni o'zida 33 ming sotib turibdi masalan agar ko'rganlar bo'lsa, arzonroq qilib beramiz. Ya'ni ofitsialniyni arzonroq olmoqchi bo'lganlar sizlarga kelsin, ha? Bizga kelsa bo'ladi. Bo'ldi. Xo'p, keyingi masalamiz mana bu. Men Xitoyga borganimda mana buni RAV4 deb o'ylaganman, keyin talashganman shopir bilan. Bu RAV4 desam, "Yo'q, bu Corolla" dedi. Corolla sedan bo'ladi, bo'lmaydi desam, shartta mashinadan tushib, orqasini ko'rsatgan. Corolla Cross ekan. Bu Toyota Corolla Cross, o'sha siz aytayotgandaqa RAV4 mana shu Highlanderlarga o'xshab ketadi, o'shani kichkina varianti. Corolla Cross. Cross bilsangiz agar uzoq masofaga yugurish ma'nosini bildiradi. Bu degani mashina uzoq yo'lga, masalan, bitta zapravka bilan ancha ko'p yurib beradi. Bu degani rasxodi bu avtomobilimizda 4 litr, 4,5 litr rasxod qiladi. Gibridligi uchun. Gibridligi uchun bu haqiqiy gibrid. Emas, Toyota'ni millionlik garantiyalik mashinasi bu. yaratgan gibridi mana shu bo'ladi. Xuddi shu. Toyota gibridi maqtaladi-yu. Texnologiyasi qimmat texnologiya hisoblanadi. Yaponskiy motor turibdi. Yaponskiy motor. Yaponskiy motor turibdi. Xo'p, bu mashinamiz narxi nechi pul ekan endi? Xo'p, mashinamizni narxi o'zi sal zararga sotib turibmiz. Buni endi tez sotib olishimiz kerak. 18600 ga tushgan, rastamoshkasi 12000, 30600 bo'pti. Bu avtomobilni 30000 ga beraveramiz deb turibmiz. Yana kelishtirib beramiz. 30000 ga beraveramiz. Pulni bo'shatish uchun, hech kim olmaganligi uchun. Ya'ni yo'q, olmaganda emas, bundan ko'p sotildi bundan. Bundan ko'p sotildi. Buni tushunadiganlar o'zlari kelib turib sekin olib ketadi. Bu bunaqa chiroyli zo'r narxga. Ha. Endi chempion berib turgan paytda oddiy gibrid mashinani, endi gibrid mashina qimmatda, chempionning gibridi 34000mi, shunaqami, 32000, 30000. Bu endi 30000 ga. Endi buni faqat tushunadigan, o'zini Corolla sevuvchisi olmasa, sevuvchisi o'sha tushunadigan butun oladi, shu bilan o'sha pensiyaga chiqqunicha haydaydi buni. Bo'ldi. Xo'p, yana nima mashinalarimiz bor? Xo'p, keyingi mashinalarimiz Toyota BZ5, BZ3lardan olib kelib qo'yganmiz. Buni oq rasvetkasimi, qora rasvetkasimi, qoriga oq salonligidan ham bor. Hozir men BZ5 ni bitta oldingi videoda ko'rsatdim o'sha. Ko'rishdi. Endi nimalarga xolis qoldiramiz tomoshabinlarga. Hozir siz narxini aytasiz BZ5 ni. Ularda narxini aytganim bilan sizlarning narxlarini o'zlari solishtirib kommentariyada yozib qoldirishadi. Endi narxini ayting. Sizlarda mana qora ham bor ekan, oq qora ham bor ekan. Nech pul bular? Xo'p, 28,5 mingdan yana o'tib beradigan joyimiz bor. Bu ham xuddi shunaqa. Bu ham xuddi shunaqa, bunisi ham xuddi shunaqa. Buni yana ozgincha probeglisini aytib o'taman. Ozgincha probeglisi Bordoviy rasvetkasidan bor. 630 km zapas xudligi unisi. Aha. Bu nech pul? Unisi 30 mingdan kelishtirib beramiz. Bo'ldi. Qaranglar akalar, hozir mana bu bizni 5-ikkinchi pozitsiyasi 550 ligini narxini aytdilar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Kim narxini arzonroq aytdi? Ularmi yo bularmi? Endi sizlar qaysi biridan olgan bo'lardilar? Agar olmoqchi bo'lsanglar, kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz. Xo'p, bo'lmasam endi gapimiz tugadi. Boshqa mashinalar qolmadi. BZ3imiz ham bor. Ha, BZ3 ham bor. Xo'p, BZ3 qoriga apelsin salonligi.
Aha. 520 kilometr. Buniki 19 diskaligidan ham bor. Uni ham narxlarini kelishtirib chiroyli narxda qilib beramiz. Bormi? Panoramalari bor bunda. Ha, buni nechi? Panoramalari bor. Buni 28 deb turibmiz, yana kelishtirib beramiz. Bu ham xuddi o'sha narsa. Bundan oldingi videoda necha pul degan edi? Bular arzon aytishdimi? Ular arzon aytishdimi? Kommentlarda qoldiringlar. Qarang davomi. Yana kelishtirib beramiz. Bo'ldi, Chiroyli narxda. Boshqa yana Yana buni 610 taligi bor, uni ham chiroyli narxda kelishtirib beramiz. 29,5 dan yana kami bor. Taligi 29,5 dan kami bor yana. 29,5 dan kami bor. Bo'ldi, ma'qul. Ismingiz nima edi? Ismim Hojakbar. Hojakbar. Nomeringizni tashlab ketamizmi qiziqqanlar uchun? Tashib ketamiz. 97lik 729 02 62. Qachon kattakon rahmat, sog' bo'ling. Charchang. Qo'shimcha. Mana akalar, mashinalarni yana ko'rishda davom etamiz. Hozir men bir aylanib yuribdi joyga kelib qoldim. Qarshimizda mana bu Zijilarni taxlab tashashibdi, lekin boru. Zijilarni qaranglar, sedanidan, krossidan. Esingizlarda bo'lsa bitta mana shu videoni o'zi tep boradi. Mana bu mashinani necha pul deyishdi-ya? Xo'p. Lisandan arzonga tushib turuvdi-da qisqasi. Mana shu Zijini mana shu mashinasi ham. Xo'p, bularda ham bor ekan, mana bunisidan ham bor ekan. Qani bular necha puldan sotishyapti? Bularning egalari mana Vanda avtosalon ekan. Egalarini topsam, hozir narxlarini bilib, o'rganib chiqamiz birgalashib. Vanda deylar bilan akalar gaplashdim. Band, juda ham band ular. Ko'p odam kelyapti, vaqtlar bo'lmayapti o'zlarini ajratishga. Men qisqacha so'rab olganimni va kamroq bo'lsa ham ma'lumotni olganimcha sizlarga aytib beraman. Xo'p, ushbu mashinalar bilasizlar, chiqqan paytda rosa qimmat bo'lgan, hozir ham qimmat, bular arzon emas. Lekin bu yoqqa o'sha minilgan ikkinchi qo'l, ozgina atida, betida petnosi bor bo'lgan mashinalar kelgan ekan. Xo'p, har xil pozitsiyalar bor ekan. Eng arzoni 30.500 dan boshlanar ekan. Aynan mana shu ko'rinishdagisini. Ko'rinishi ham endi bu mashinani va chiroyli raketa qilib chiqarib qo'ygan, orqasini ham mana bunday qilib uzun qilib L7 bu chiqqan paytda maqtov deydi. Keyinchalik eksport qilib yurgan paytimda ham bu mashina rosa Rossiyaga ko'p eksport bo'lardi. Bu mashina qarorchi va chiroyli, hech narsani ayalmagan. Haqiqiy kojalar, hamma narsani qimmatlari ishlatilgan. U paytda lidar qo'yish hali rivojlanmagan paytda birinchi lidarni mana shu mashina qo'ygan. Lidarlar eng birinchilari mana shularda bir dona lidarli emas, bir yo'la 3 ta lidarlilarni qo'yishni boshlagan. Bunda mana bitta ekan, ikkitali, bu ikkitali lidarda, mana bu qorasida bittali lidaridan bor ekan. Ko'rishimiz mumkin. Bu bitta qorali lidarimiz menimcha keyinroq chiqqanidan bo'lsa kerak, chunki boshida ikkita lidar qo'yishgan, sababi lidarlar bunchalik lidarlar kuchli bo'lmagan, ikkita tomonda ko'rish uchun ikkitadan lidar qo'yilgan. Keyin lidarni nima deydi, funksiyasi kuchayib, zamonaviylashgandan keyin mana bu yangiroq bo'lsa kerak, bitta lidar ham pachaq ko'rib turibsizlar. O'sha ikkita lidarni vazifasini bajara oladigan qilib chiqarilgan, chunki o'sha paytda birinchi lidarlar ona qilib bo'rtib chiqardi. Xo'p, mana bu yerda endi mana buni ko'rdik hali videoda. Ushbu mashinani bular 75 ming deyapti. U yoqda nech pul deganida bir eslab kommentariyada yozib yuboringlar. Bu arzonmi, Vandadegilar arzonmi? Ular arzon sotishyaptimi? Qotilliklar qo'yilgan mana. Mana bu mashinalar ham bor ekan. To'g'risi narxlarni bila olmadim. Eng arzoni 30.500 dan boshlanar ekan, qisqasi. Mana bu o'sha SUV mashinalar. Bu mashinalar Xitoyda ham chiqqanda bor, rosa qimmat bo'lgan. Mana bunaqa qilib ikkitadan lidar qo'yganda jinni bo'lganmiz. Boshqalar bittadan lidar qo'yganda bular ikkita qo'ygan. Ichiga haqiqiy kojalar ishlatilgan, daraxtlardan ishlatilgan, ya'ni oddiy plastmasda ishlatmaganda. Endi, qarochi, premium klass mashinalar chiqarishgan, faqat xunukroq. Kimgadir lekin mana shu dizayn ham yoqadi, ya'ni bir xillarga Porsche dizayni yoqmaydi Porsche'ni. Bu ham o'sha o'xshashroq dizayn qilib chiqarilganda qisqasi. Ularda bunaqa mashinalar juda ko'p ekan, hammasi Ziji, oq, qora, jemchug ranglari ham bor ekan. Mana oqlari menimcha jemchug bo'lsa kerak ranglari ko'rishingiz mumkin. Qisqasi o'zlaring mana shu Vanda shunday kelishlaringda kirib kelganlaringda Eko bozor bor. Mana Eko bozor yonbosh turib biz shu Eko bozordan o'tishlaring bilan o'ngga burilish keladi. Ana shu burilishga bitta kirsalaring Vanda avtosalon. Mana shu Vandadegilar mana shu mashinani sotishyapti ekan. Boshqa mashinalar yo'q, faqatgina shu Zijini mashinalarini minilganlarini sotishyapti ekan. Sharoit holatiga qarab turib narxlari o'ziga yarasha ekan. Mana akalar, bugungi videomizda ham ancha muncha yangicha mashinalar bilan tanishib chiqdik, narxlarini ko'rib chiqdik. Yangi mashinalarni ko'rgan bo'lsanglar, agar videoyim sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, jindekkina bo'lsa ham foydam tekkan bo'lsa, boshim osmonga yetadi, juda ham xursand bo'laman.
foydam tegayotganligini bilib turish uchun albatta kommentariyada o'z fikrlaringni qoldirishni esdan chiqarmanglar. Albatta ichingizda o'tgan fikrlaringni yozmasalaring men bilmayman sizlarga ushbu video ma'qul kelyaptimi yo'qmi, men shuni davom ettirishda davom etaymi yo'qmi. Like bosishni ham unutmanglar. Akalar, hop, agar mabodo sizlarda elektromobillaring bo'lsa, qo'lingizda elektromobillaring bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishinglar mumkin. Pastda raqam qoldiraman. Mashinalarni xudo xolasa reklama qilib, mana shu YouTube kanalimni shortslariga joylab beraman. Maqsad sizlardan pul olish emas, maqsad obunachilarimiz mashina olishmoqchi, ikkinchi qo'l mashinalarini arzonroq bo'lsa olaylik, topolmayapmiz deyshadi. Ularga sizlarda topib berish. Ya'ni sizlar mashina sotmoqchisizlar, biz obunachilarimiz esa mashina olmoqchi, ular sizlarni bemalol topib savdo qilishlaring mumkin bo'ladi. Ya'ni haqiqiy yordam qilish. Undan tashqari xuddi shu maqsadda Instagram, Telegram kanallarimni ochib qo'yganman. Aloqaga chiqsanglar mashinalarni reklama qilib beraman va albatta obunachilarim sizlardan iltimos, bemalol Instagram, Telegram kanallarimizga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. YouTube'da qo'ymagan videolarimizni chiqqan mashinalarni qo'yib boramiz, reklama qilib boraman. Mana shu bugun YouTube'da chiqqan mashinalarni chiqmaganlarini chiqib qolsa ham u yoqda har kun chiqqanini qo'yib boraman, aktivniy bo'ladi. YouTube esa bir haftada bir marta, 2 haftada bir marta chiqaraman xolos. Shuning uchun doim aktiv, doim yangiliklardan xabardor bo'lmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun bemalol Instagram yoki Telegram kanallariga ham, ikkalasiga ham a'zo bo'lib qo'yinglar. Yangiliklardan xabardor bo'lib borasizlar va shuningdek, sizlarda agar mashinalar bo'lsa, albatta aloqaga chiqinglar, qo'yib beraman. Hech qanaqangi maqsadimiz pul ishlash emas. Faqatgina xalqimizga xizmat qilish. Xo'p, agar sizlarga video ma'qul bo'lgan bo'lsa, fikrlarim ma'qul bo'lgan bo'lsa, albatta like bosishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar, sog' bo'linglar.